Assalomu alaykum hammaga. O'sha va'da qilingan audio podkast blog yuritishda doimiylikni qanaqa saqlab qolish mumkin degan mavzu bilan boshlaymiz. Ko'pchilik yiqiladigan va to'xtab qolishiga sabab bo'ladigan joyi ham aynan shu bo'ladi. Bu mavzu nafaqat texnik, balki ichki intizom, ong, hayotiy haqiqatlar bilan ham bog'liq. O'zimni blogimni boshlaganimda ham mana shu 5 ta muammoni va ularga qanaqa yechim topganim haqida aytaman. Siz ham shu stadiyada turgan bo'lishingiz mumkin. Birinchisi, ilhom kelishini kutishingiz kerak emas, tizim tuzishingiz kerak. Dastlabki xatoyim ilhom kelishini kutish bo'lgan. Bugun boshim qotib turibdi, nima qilsam ekan, qanaqa video olsam ekan, qanaqa g'oya bilan boshlasam ekan yoki g'oyalarni qayerdan topsam ekan deb blogga qoldirib ketgan kunlarim ko'p bo'lgan. Keyin tushunib yetdimki, tizim yo'q joyda ilhom ham bo'lmaydi. Buni yechimi men o'zim uchun 3 kunlik kontent rejasi tizimini joriy qildim. Har haftaning oxirida keyingi haftaning asosiy 3 ta postini, g'oyasini yozib chiqishni boshladim. Men to'g'ri deb bilgan g'oyalarni esa alohida Notion'da papka ochib qo'yib, o'sha yerga yozib yurishni boshladim. Natijada ilhom bermasa ham reja bor. Ya'ni bu reja meni keyingi qiladigan ishlarimni, blogimni yurgizishda tayyor qo'llanma bo'lib berishni boshladi. Ikkinchisi, sifatga emas, jarayonga sodiq qolish kerak doimgidek. Ko'pchilik mukammal post chiqarmoqchi bo'ladi-yu, lekin haftalab hech nima chiqarmaydi. Bu holat menda ham bo'lgan. Bir kun eng zo'r deb o'ylagan postim 50 ta ko'rildi. Oddiygina fikrimni, o'zimni shaxsiy hayotimdan, shaxsiy fikrlarimni yozganimdan keyin 10 ming ta odam ko'rdi. Farqini o'zingizlar bilib olsanglar bo'ladi. Bunga yechimi oddiy, doimiylikni saqlamoqchi bo'lsangiz, mukammallikni emas, sekin-sekin uzilishlarsiz blog yuritishni tanlang. Har kuni bitta oddiy post mukammal bir haftalik postdan 10 barobar kuchliroq ishlaydi ekan. Sababi sizni kuzatayotganlar sizni esdan chiqarib qo'ymaydi. Uchinchisi, odamlar ko'rmayapti deb o'ylamang, ular doim kuzatadi. Blog yuritishni boshlaganimda birinchi 2 oy postlarimga hech kim komment yozmasdi. Bir kun tanishimni ko'rib qoldim. Blogingizni o'qib boraman dedi. Hayron qoldim to'g'risi. Eng qizig'i like ham bosmasdi-da. Buni ham yechimi juda oddiy. Sizni ko'rmayapti deb o'ylayotgan odamlar aslida sizni rostdan ham kuzatishadi. Siz doimiy bo'lsangiz, ularda sizga nisbatan ishonch paydo bo'ladi. To'rtinchisi, sizning shaxsiy blogingiz bu hayotingizdagi dushmaningiz emas. Blogingiz bilan do'st bo'lishingiz kerak. Ko'pchilik blog yuritayotganda hayotidan ajratib qo'yadi. Bugun ish ko'p edi, blogga vaqt yo'q degan bahonalar shu yerdan boshlanadi o'zi aslida. O'zim ham bir paytlar shunaqa yondashganman, lekin keyin blogimni hayotimni bir qismi deb bilishni boshladim. Undan keyin sezilarli o'zgarishlar bo'lishni boshladi. Buni yechimi ham oddiy, hayotingizdagi bo'layotgan foydali tajribalarni ko'rsatib turishingiz kerak bo'ladi. Bu oddiy suhbat bo'lishi mumkin yoki fikr yoki bir xatoligingizni bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Blogingizda o'z ustingizda ishlab rivojlanayotganingizni ham ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. 5-inchisi, blog bu ichki intizomning oynasi bo'ladi. Eng oxirgi va eng chuqur insightim, blog yuritish bu sizni o'zingiz bergan va'dangiz bo'ladi. Hech qachon sizdan nimaga post chiqarmayapsan deb hech kim sizni so'ramaydi. Buni siz o'zingiz bilib turasiz doimgidek, lekin harakatingiz susayib ketadi. Bunga yechim har bitta postda o'zingizga bergan va'dangizni men o'zim uchun shunaqa qoida belgilaganman. Agar men bugun post chiqarmasam, demak o'zimni hurmat qilmayman. Bu fikr meni doimiy harakatda ushlab turadi. Xulosa qilib aytganda, doimiylik bu motivatsiya emas, bu tizim, rostakamlik, siz tuzib chiqqan tizim. Bu ilhom emas, intizom, ya'ni disiplina. Bu kontent emas, ong, rostakamlik hayotingizda bo'layotgan narsalarni yuritishingiz kerak bo'ladi. Agar siz blog yuritishda davomiy bo'lsangiz, odamlar sizni rostakamlik qabul qilishni boshlashadi. Sizni ustoz deb bilishadi va eng muhimi siz o'zingizni o'zgartira boshlaysiz. Bu siz kutgan natijaga ham kuchliroq ta'sir qiladi. Esingizda bo'lsin, barqarorlik eng katta ustunlik bo'ladi doimgidek. Blogimdan uzoqlashmang. Keyingi mavzu shaxsiy blog yuritish sizga nimalar olib kelishi haqida gaplashamiz.